Assalomu alaykum. Barcha bizni YouTube kanalimizda kuzatib turganlar, xudo xolasa navbatdagi universal daraxtlarimizdan tayyor, xudo xolasa. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Universal daraxtlarimiz nasatkalari xo'p 4 ta bo'ladi. Makkani donani kepayon holatda qiladi, bug'doyli bular. Bunimiz esa mardani makkani yorma holatda qilib beradi. Bunimiz qo'ylarga o'tqacha chiqarganda mayroq qilib chiqarib beradi. Vitas etkamiz o'zida turibdi. Bunimiz mollar uchun ham, qo'ylar uchun ham bundan chiqarsa bo'ladi, sal yeriroq chiqadi. Mahavilik, zavodskiy mahavilik, turbalarimiz qalin stenkalik turbali bo'ladi. 20 tadan 8 tishi bo'ladi, shunaqa xudo xolasa. Orqasida tur ko'rsatib turadigan datchiklari, avtozashtalari hamisha bor, xudo xolasa. 220 dishli apparatimiz 6,5 kW 3,5 amperat misal mutkalik universal daraxtlarimiz. Balansirovkalari ham xudo xolasa cho'tga chiqqan. Kimga shunaqangi universal daraxtlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib, sifatli qilib yetkazib beramiz. Oyoqlarda katta g'ildiray bo'ladi, bemalol yetarli usul bo'laveradi. Narxlari daraxtlarimiz qalin stenkalik turbaligi, mahavilik bo'lgani 2,6 million so'mdan boshlanadi, 3,3 million so'mgacha bor, xudo xolasa yetkazib beramiz. Tepalari to'r burchak variantida bo'ladi, dumaloq variantda bo'ladi. Ochilib yopilishlari bir dona kurchok bilan bo'ladi, xudo xolasa. Hozir bir qator xudo xolasa ustilarini ham qo'yib ko'rsatib beramiz, qanday holatda turishini. Xudo xolasa qo'yilgan holatda to'r burchak, oyoqlarda katta g'ildiray bilan bitta qo'l bilan bemalol yetalab yursa bo'laveradi. Ichida qo'pqoq bo'ladi, makka bug'doyni soganda shop turadigan. Ko'rinish. Apparatlarimiz borgan kundan boshlab 1 oy garantiyasi bo'ladi, xudo xolasa. Motoriga muammosi bo'lsa almashtirib beriladi, xudo xolasa. Daraxtlarni qalin stenkalik turbaga qilishimizdan maqsad 6,5 kW 3,5 amperatda aylanadi. Bu agar tosh tushib, biror narsa tushib, xudo ko'rsin sinib ketadigan bo'lsa, shunga zashtalik qiladi. Yetilib teshilib chiqib ketmaydi. Hozir kunda arzon daraxtlarda nima deydi, 2lik, 3lik listlarda shu yerning o'ziga tayyorlab turib qilinyapti. Ko'proq 2lik listda chiqarishyapti. Shunga aytamiz, 2lik list mana bu listdan ozgina qalinroq bo'ladi, 2lik list. Shunga qalinroq nima deydi, tavsiya qilamiz, qalinroq materialdan so'rab olishdi.